umaklar. Salam umaklar. Salam umaklar. Salam umaklar. Salam umaklar. Salam umaklar. Ken başqa. Ha, qo'zchoq, yana nim bo'ldi sana? Unutib qolmagansiz? Nimani? Biz harchimakni Xushbo'yni darsalonning Salam umaklar programmasiga hikoya anlatdik-ku. Ha, rost, esim qursin. Bugun mana baray unda qilsa. Bo'ldi ken başqa. Mana bormi? Örleydi samağa, yıldızla çaknaydı asmanda. Ormanım örleydi samağa. Ne sırtın bova? Xo'sh, qizim. Bugün bana qaysi çöçekni aytib bersiz? Bugun men sizga hikmatlik sanduq degan cho'chakni aytib bersam qandoq? Ha, bo'ladi bova. Burungi zamonda bir o'tinchi buvoy yashagan ekan. Uning ichi yomon bir xotini bor ekan. O'tinchining dunyolikda ikki qizi bo'lib, biri xotiniga o'gay ekan. O'tinchining xotini o'z qizini olqinida ko'tarib, tapilab boqdi ekan. Ammo o'gay qizini kunda necha vaqt tillab, urib, sochlarini yulib, uy ishlariga soladi ekan. Bu qiz ana shundoq yavash, sodda qiz ekan. Shundoq bo'lsa-mu, o'gay ona har kuni eri kashda o'tin setib, eri ichib uyga kelsa, bekordan bekor. Qizing menga yo'g'onchilik qildi. Qizimning qo'liga suv quyib bermadi texi. Men bilan takallashdi. Ya bo'yda qizing tursin, ya men turay. Oxir eri bu jidal g'avg'odan to'yib, xotindan so'rabdi. Amisa, seningcha bu qizni qandoq qilish kerak? Qanday qilatding? Qizingni jangalga berib tashlab bo'ldi. Bechora o'tinchi, hay, bo'pti. O'lmagan jonda umid bor debdi-kan. Qizim jangalda yova olma terib yeb, kunni o'tkiza. Debdi ichida. Shuning bilan qizini yetilab jangalga qarab menibdi. Qo'yuq jangallikning orasiga yetib ketdi. Bu yerda yava olma daraxtlari intayin ko'p ekan. Jinim qizim, sen mush yerda olma terib turgan. Men o yerdan o'tin kesib kelay. Qiz bu yerda nurg'un yava olma o'riklarni teribdi. Yana bekor o'ltirishni xohlamay 2-3 yerga o'tin chavardi o'labdi. Lekin dadisi kelmabdi. Kun o'ltirib qorong'i tushibdi. Biroq dadisi yana qaytib kelmabdi. To'rt atrofiga qarasa, yiroqdan pil-pil qilib bir chiroq yo'riq ko'rinibdi. Qiz yo'riq ko'ringan tarafga qarab yuguribdi. Borsa, oldida bir ko'ni uy turg'udek. Qiz uyga kirib qarasa, o'choq oldida bir mo'may donqonga o't qalab o'ltirgan ekan. Assalom mo'ma. Mo'may, Kel qizim. deb ochiq chiroy qarshi opdi. Ham qanday qilib bu yerlarga kelib qolganligini so'rabdi. Qiz beshidan o'tgan ishlarni birma-bir so'zlab beribdi. Mo'may, Bo'pti qizim, xafa bo'lma. Men mo yolg'iz, sen menga bola bo'l. debdi. Shunda qilib qiz mo'mayning yenida qopdi. Qiz har kuni o'rnidan sahar turib, o'ylarni supuradigan, suv akirdigan, choy qaynatadigan. Aralab mo'mayning sochlarini tarab qo'yadigan. Kunlardan bir kuni
Mo'may bu qizni o'gizdan o'tin elib tushishga buyuribdi. Qiz o'gziga chiqib, atrofni ko'rib, ko'ngli xeyli etilib qopdi. Kun chiqish tarafga qarab tikan o'z uyi ko'rinibdi. Qiz uyini ko'rib, dadisini eslatdi. Ko'zlariga yosh oqdi. Qiz o'tinni elib qaytib tushganda Mo'may qizning ko'zdagi yosh yo'qini ko'rib, "Nim bo'lding qizim? Yig'lagan o'xshamamsan?" qiz "Uyimni ko'rib dadamni sig'inib yig'ladim." "Undaq bo'lsa, o'ksida bir qizil sanduq bor. Shuni elib tush." qiz sanduqni elib tushibdi. "Muni ochqishni mahkam tut. Sanduqni yo'lda hargiz ochma, uyingga borganda och." debdi. Va qizni obdan yasab chaptib, bir harbiga o'ltirg'izib, uyiga uzitib qo'yibdi. Qizmo xo'sh bo'lib, uyiga qaytib ketdi. Dadisi qizini ko'rib, nayt xo'shal bo'lib, otiliq bag'riga besib, uyiga boshlab kiribdi. Lekin xotini yana avvalgidekla qaynab ketibdi. Bu chaqda qiz uyning o'ttirsida heliqi qizil sanduqni ochgan ekan, sanduq ichidan tovar durdun, oltin kumush, yemak ishmaklar jilva qilib chiqibdi. Buni ko'rgan o'gay ona o'ltirolmay qopdi. Oxirida erga o'z qizinimi jangalga opirib, tenitib qo'yib kelishni aytibdi. Atsi, dadisi bu qizni yetilab, shu o'rmonga opirib, tenitib qo'yib, o'zi qaytib ketdi. Kash bo'pti. Bu qiznimi qo'rqinish besibdi. Atrofiga qarasa, yiroqda bir chiroq yo'riqi ko'rinibdi. Shunda qilib, bu qizmo eliqi Mo'may o'ltirgan uyga ketdi. Mo'may bu qiznimi ochiq chiroy qarshi oldi. Ammo bu qiz Mo'mayga salom qilmabdi. Shundoq bo'lsa-mu, Mo'may o qizni o'z yenida elib qopdi. Ammo bu qiz doim batnab, yig'lab o'ltirdi ekan. Mo'mayning uyini supurmaydi ekan, eshini etib bermaydi ekan. Chechinimi tarab qo'ymaydi ekan. Mo'may ishqi buyursa, "Men xalqning dediga emas, o'zlari berib qilsizlar" deb o'ltirib oladi ekan. Bir kuni Mo'may qizni o'gizdan o'tini elib tushishga buyuribdi. Qiz g'udunshib yurib, ming taslikda o'gizga chiqibdi. Umu to'rt atrofiga qarab, o'zining uyini ko'ribdi-da, o'tilma olmay qaytib tushib, "Uyimni sig'indim, ketma" deb yig'lashga boshlabdi. Mo'may "Undaq bo'lsa, o'ksida bir oq sanduq bor. Shuni elib tushgin." qiz elib tushibdi. Mo'may uningimi bir oshqushni tutqizib, uyda etishni taplabdi. Sanduqni ko'targizib yo'lga selib qo'yibdi. Qiz uyga nayt xo'sh bo'lib qaytib ketdi. Qizning yo'g'on bir oq sanduqni ko'tarib kelganligini ko'rib, onasining xo'shalligi ichiga patmay, gul qaqalari ichilib ketdi. Ondan qizga mundoq debdi: "Voy qizim, ching tut. Bu sanduqni dadang, o'gay adang bor yerda hargiz ochmayli. Nimaki dunyo chiqsa o'zimizning bo'lsin. Ularga hargiz bermayli." Oqshimi hammaydan uxlab qopdi. Taza yerim kecha bo'lganda, ona bilan qiz asta o'rlaridan turib, qaznaqa kirib, eliqi oq sanduqni shundoq ochgan ekan,
7 boshliq bir ajdaho chachirab chiqib, qiz bilan uning onasini birli dam tortib yutib etibdi. Shuning bilan eliqi o'tunchi qizi bilan baxt davlatga ega bo'lib, qizini o'ziga o'xshash sodda bir ishlamchi yigitga to'y qilib berib, xotirjam va xo'shal-xo'ram kun kechirishgan ekan. Omaklar, yuqorida Nasriddin bovam aytgan cho'chakni yoqtirdinglarmi? Yoqtirgan bo'lsanglar, programmamizning oxiri quloq solinglar. Ota-onalar farzandlarini sirtqa sayohat kelib chiqqanda yoki boshqa joylarda qo'nib qolganda kechasi uxlag'ili unmaydigan yoki yig'lab ota-onalarni qiynaydigan ahvollar ko'riladi. Tuvanda men sizlarga qanday qilishni o'rgatib qo'yay. Birinchi, bolalarning badanini harakatlantirish, ya'ni bolalarni koridorda yoki palanpaylarda mang'uzish orqali bolalarning zehnini xo'rab qilib bo'ladi. Ikkinchi, laylayotgan narsalarga qaratish, ya'ni o'yinchoq o'rdak qatorliqlarga qaratganda bolalarning jiddiychiligini pasaytgili bo'ladi. Uchinchi, rasm sizdirish, ya'ni kayfiyat osonda tinchlanadi. To'rtinchi, yenik musiqa anglash. Hikoya, radio yoki yiqimli ovoz qatorliqlarmi bolalarga bexatarlik tuyg'usi berdi. Meningcha, ota-onalar farzandlar uxlag'ili unmaganda qanday qilishni bilib oldi-ku deyman. Undaqda programmamizning davomi quloq solinglar. Umaklar, sizlarning bu programmamiz qatnashganlar bormi? Undaqda ekran ostiga o'rnashtirilgan ikkili kodni skanerlash orqali programmamiz qatnasha olasizlar. Umaklar, programmamizning oxirida Gulmira Turg'unning Tarimliq bola degan naqshini birlikda anglayli bo'lamdi. Tekli makanda sırlık orada var, urvayettek sihirli ihtiyar. Koşkan çaklar kök yulgunga sırdaş, toprakla kuyaş mengülük adaş. Koşkan çaklar kök yulgunga sırdaş, toprakla kuyaş mengülük adaş. Çin şamalı kıdıl akşam, elni bölümür estin çıkarma. Bu ana yurtka barımdı ata, bulut bekriban tarımlık bala. Eng yeni, eng moda kuylar Xalqin to'rida. To'r adresimiz www.xalqin.cm. Yaşaydı örkeş ezinden yalar, İtudu bahaş güzel sehralar. Uçar samada umak erken kuş, zemin nehrin yaşlar giyahlar. Uçar samada
Baş nazoratchi Musajon Turg'anjon, mikrofon oldida Farhod Toshpo'lat, Mahinur Turg'un, planlovchi Mahinur Turg'un, kirishtiruvchi Ilhom Turg'anjon.